Yo'q, men o'lishni xohlamayman. Men bu yerda o'lishni xohlamayman. Undan rahm so'raymi? Bo'lmaydi. Agar shunday qilsam, u meni mukofotga topshiradi va men qatl qilinaman. Ha, to'g'ri, agar xazinam uchun shartnoma tuzsam. Bu nima? Goaz, men senga imkoniyat beraman. Sen kim bo'lding? Liamdan qasos olishni xohlaysanmi? Men senga bu uchun kuch beraman. Yoki mag'lub sifatida o'lishni istaysanmi? Ha, mana bu boshqa gap. Bu nima? Men kuchga to'layotganimni his qilyapman va hech narsadan qo'rqmayman ham. Men qo'rqmayman. Men kuchliman. Men juda ham kuchliman. Sening tanang hozir adamantitning qattiqligiga ega. Senda boshqa qo'rqadigan hech narsa yo'q. Sen endi super odamsan. Endi oldinga bor. Yaramasmishqa, seni o'ldiraman. Ha. O'zimni biroz ko'p qiynab yubordim, ammo bu Liamni tugatish kerak. Qanchalik kuchli bo'lmasin, hozir u Goaz'ni kesa olmaydi. O'zidan ketganidan afsuslanish vaqti keldi.